kosa tagida nim kosa. Og'zi beparovuz. Parovuz deb chopon, kamzil, ko'rpacha kabi kiyim yoki uy ro'zg'or buyumlarini bichib tikkanda astar tarafiga 1 enlikdan 4 enlikgacha shu matoning o'zidan yoki boshqa qalinroq matodan qaytari qilib qo'sha ulab tikilishiga aytiladi. Shunda u 2 qavatli mustahkamroq bo'ladi. Ba'zi odamlarning og'zi bo'sh bo'ladi. Biron gapni ichida saqlab tura olmaydi. Ayrim kishilar bo'ladiki, beodob, axloqsiz so'zlarni ham tap tortmay aytib yuboraveradi. Og'ziga kelganini qaytarmay gapiradi. Ana shu xil odamlarga nisbatan og'zi beparovuz iborasini qo'llash o'rinli bo'ladi. Og'zi beparovuz. Kosa tagida nim kosa.